Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga atsiklavir mazi haqida ma'lumot berib o'tmoqchimiz. Demak, atsiklavir mazi farmakoterapevtik, ya'ni guruhiga ko'ra, ya'ni ta'sir etishiga ko'ra, viruslarga qarshi mahalliy qo'llaniladigan, ya'ni sirtga qo'llaniladigan surtma dori vosita hisoblanadi. Demak, ushbu dori vosita do'stlar organizmga tushgan virusni, ya'ni masalan gerpes deylik, hozir qo'llanishini aytib o'tganda aytaman. Demak, virusni do'stlar ko'payishini to'xtatadi. Demak, mazni siz teriga surtdingiz, terining yuzasida ya'ni joylashgan gerpetik ya'ni o'zgarishga surtdingiz. Demak, mana shuni ko'payishini to'xtatadi. Natijada u terida o'zining ya'ni parazitlik ya'ni xususiyatini ya'ni olib bora olmaydi va natijada inson sog'ayadi. Tushundingizmi do'stlar? Endi do'stlar, ushbu dori vositani qo'llanilishi haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vosita asosan ya'ni gerpes virusiga qo'llaniladigan dori vosita hisoblanadi. Bundan tashqari do'stlar, Epstein-Barr virusida, birlamchi va ikkilamchi ya'ni jinsiy a'zoda chiqadigan viruslarda o'rab oluvchi temeratki ya'ni virusda do'stlar yaxshi samarali ta'sirga ega, ya'ni teridan chiquvchi ya'ni viruslar. Demak do'stlar, endi ushbu dori vositani qo'llash usuli va dozalari haqida ma'lumot berib o'taman. Demak, ushbu dori vositani qo'llashdan avval siz birinchi navbatda shifokor guruhiga borib, kasalligingizni ya'ni aniqlab, ya'ni analiz topshirib, masalan, teringizni yuzasida bo'ladigan bo'lsa, surtma topshirib, qaysi virus ekanligini aniqlang. Sababi sizdagi virusni mana bu atsiklavir mazimiz davolamasligi mumkin. Tushundingizmi? Bu asosan gerpesga qarshi deyapmiz-ku, ya'ni mana bu Epstein-Barrga 1-2-3 ta ya'ni viruslarga ta'sir etadi. Tushundingizmi do'stlar? Yana bir narsani shu yerda aytib o'tishni ya'ni joiz deb bildim. Bizda antibiotiklar bor va virusga qarshi dori vositalar bor. Ya'ni ular antiviral deyiladi. Antiviral. Bular esa antibiotik. Tushundingizmi? Antibiotik. Demak, bularning ikkalasining farqi shundan iboratki, masalan, bitta antibiotik 100 dan ortiq bakteriyani o'ldirishi mumkin. Antivirus dori vositalari unday emas. Antivirus dori vositalari ko'pi bilan 3 yoki 4 tagacha viruslarga ta'sir etadi. Asosan spetsifik, ya'ni aynan bitta viruslarga ishlab chiqarilgan, ya'ni antiviral dori vositalar bor. Tushundingizmi? Atsiklavir ham shular jumlasidan. Ya'ni juda ham ya'ni ko'plab viruslarga ta'sir etmaydi. Shuni ham yoddan chiqarmang. Shuning uchun surtma topshiring deyapman. Surtma natijasiga qarab o'zingizga ya'ni shifokor dori belgilaydi. Tushundingizmi? Endi ushbu dori vositani do'stlar qo'llash usuli haqida gapiradigan bo'lsam, demak, mahalliy o'sha virus chaqirgan ya'ni sohaga surtiladi. Demak, atsiklavirni har 4 soat kuniga 5 martagacha qo'llash mumkin. Demak, surtmani virus chaqirgan yarani yo'qolib, ya'ni ketguncha surtish kerak. Endi do'stlar, ushbu atsiklavir mazini qo'llaganda kuzatiladigan nojo'ya ta'sirlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, demak, ushbu dori vositani agar siz qo'llasangiz, demak, terida biroz ya'ni qurish va qipiqlanish holati vujudga kelishi mumkin. Va bundan tashqari qichish holatlari va shishlar ham paydo bo'lishi mumkin. Endi qo'llash mumkin bo'lmagan holatlar haqida ma'lumot beradigan bo'lsam do'stlar, ushbu dori vositani ko'zga yaqin ya'ni qo'llash mumkin emas. Tushundingizmi? Bundan tashqari ushbu dori vositaga yuqori allergik ya'ni reaksiya ya'ni bo'ladigan bo'lsa, qo'llash tavsiya etilmaydi. Va bundan tashqari do'stlar, ushbu dori vosita demak labdan chiqqan ya'ni viruslarga juda ham ya'ni yaxshi, ya'ni samarali ta'sir ko'rsatadi. Demak, bilamizki, labdan gerpes virusi chiqadi. Shunday qilib do'stlar, atsiklavir mazini qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'ligini asrang do'stlar. Salomat bo'ling.